Odamni kim gunoh qilmaslikka va kim gunoh qilishga chorlaydi? Ko'ngli pok va aqli joyida bo'lgan odamlar, Xudo odamni gunoh qilmaslikka, shayton esa uni gunoh qilishga chorlaydi, deydi. Ko'ngli nopok va aqli rasvo bo'lgan odamlar esa nima deydi? Shuni aksini aytadimi? Buni tekshirish uchun hadisga murojaat qilaylik. Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Razilalloh dedilar: "Jonim qolida bo'lgan zotga qasamki, agar gunoh qilmasangiz, Alloh sizlarni yo'q qilib, o'rningizga gunoh qiladigan va keyin Allohdan kechirim so'raydigan qavmni almashtirib qo'yadi va ularga kechirim beradi." Demak, ko'ngli nopok va aqli rasvo bo'lgan Alloh odamlar gunoh qilishini xohlar ekan. Agar siz gunoh qilmasangiz, u sizni oldirib, o'rningizga gunoh qiladigan odamlarni qo'yar emish. Iye, bu axir shayton qiladigan ish emasmidi? Nega unda Alloh, bu shayton desak, xafa bo'lib yig'laysizlar? Haq Xudo bo'lgan Rabbimiz Masihni qabul qiling. Allohni yo shaytonni rad eting. Xudoga itoatkor farzandlar bo'linglar. Oldingi g'aflat paytida sizlarni qamagan ehtiroslarga qul bo'lib qolmanglar. Aksincha, butun yurish-turishingizda muqaddas bo'linglar. Zero, sizlarni da'vat etgan Xudo muqaddasdir. Axir Xudoning o'zi: "Muqaddas bo'linglar, chunki men muqaddasman" deb aytgan.